Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani, shundaymi? Shunday. L4, L5, L5, S1. Lekin chap oyog'imda hozirgacha uyish bor. Endi sekin-sekin o'ng oyog'imga o'tyapti shu. Bilasiz, bu yerda lecheniya kun belgilanmaydi. Qaysi kuni tuzalsangiz, shu kuni ketishingiz kerak. Sabr qilib oxirigacha yetkazdiring. Chunki ish chala bo'lgan joyda siz o'sha bilan yuraverasiz qo'shilib. Bugun 6-yanvar, 5 kun vaqt o'tdi. Nima o'zgardi? Kelganda chap oyog'imda so'rab olishlar bor edi. Tayoqda bo'lib turardi. Hozir yaxshi. Yumshagan. Ko'tarib qadam bosyapman. Og'riqlarim yo'q, bellarimda oldin og'riqlarim bor edi. Hozir yo'q, yengilman, Xudoga shukr. Yaxshi. Yaxshi bo'lganingizni sezdingizmi? Albatta. Endi mehnatimdan rozimisiz? Roziman. Dunyo turguncha turing, sog' bo'ling. Xarajatingizga rozimisiz? Albatta. Alloh rozi bo'lsin. Roziman.